assalomu alaykum. Bugungi yig'ilishimiz haqida sport qilganimizni xursandmiz. Bugungi yig'ilishimizning mavzusi joriy yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning saytida o'qish tajribasi bo'yicha aholi tomorqalaridan samarali foydalanish, daromadlarni oshirish, turmush tarzini yaxshilash hamda mijozlari ishlash, ularning muammolarini hal etish orqali yangi ish o'rinlari yaratib, ishsizlarni doimiy ish bilan ta'minlash bo'yicha berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan tadbirkorlik subyektlari bilan o'tkazilgan uchrashuvlar to'g'risida bugun biz sizlar bilan tadbirkorlik subyektlari bo'yicha uchrashuv o'tkazmoqdamiz. Men buxgalteriya xodimi sifatida sizlarga yuridik firmalar yoki tashkil tadbirkorlar uchun bank xizmatlari tariflari to'g'risida ma'lumot beraman. Bizning eng arzon tariflarimizdan biri bu eksklyuziv degan tariflar haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu endi ish boshlagan tadbirkorlar uchun qulay. Nimaga qulay? Chunki bu tabaqalashtirilgan. Bunda tashqi to'lovlar, ya'ni tashqi to'lovlar uchun tabaqalashtirilgan bo'lib 1 milliondan 15 million so'mgacha 0.5%, 15 milliondan 30 million so'mgacha 0.3%, 30 milliondan 1 so'mga bo'lsa ham 0.2% oladi tashqi to'lovlar uchun. Ya'ni debit aylanma, ya'ni siz chiqarayotgan puldan daromad olinadi. Boshqasidan olinmaydi. Tushayotgan pullar, boshqa narsalar, bank klientlari yoki bo'lmasa seminalar hammasi tekin, hisob raqam ochish ham tekin. Bank ichki to'lovlari esa hammasi 0.2%. Bu tarif turimiz eng arzon tarif turimiz hisoblanadi. Bundan tashqari yana bizda 5 ta tarif turimiz mavjud. Bu tarif turlarimizni esa o'zingizga ma'qul kelgan tarifga qarab tanlash imkoniga egasiz. Agarda sizda aylanmangiz 500 million so'mdan ko'p bo'ladigan bo'lsa, biz sizga eng arzon tarif 0.1 tarif turib 2 degan tarif turimizni qo'yib beramiz. Lekin limiti 500 million so'm. 500 million so'm limitni oyga bajara olmasangiz, bu oy boshida, kelasi oy boshida kelishuvlar boshqacha hisoblanadi. Undan tashqari yana bizda hamma tarif turlaridan, hamma tashqi to'lovlarga 0.2% BIP 1 degan tarif turimiz bor. Uni limiti esa 300 million so'mgacha. Bu ham bir oy davomida 300 million so'mgacha tashqi to'lov tashqi chiqaradigan pullar amalga oshirilmasa, kelasi oyning boshida qaytadan hisob-kitob qilinadi. Bantimizga qo'shilganimizdan xursandman. Sizlarni kutib qolamiz. Endigi navbatda esa kredit haqida ma'lumot beradigan mutaxassis maslahatga beraman. Assalomu alaykum tadbirkorlar. Biz aytib o'tganidek, bankka birinchi yangi mijoz bo'lib kelganda tarif tanlanadi. Tarifdan keyin agar tadbirkor o'z ehtiyojiga qarab pul mablag'lari kerak bo'lsa, kredit olish uchun bankka ariza bilan murojaat etiladi. O'sha paytda sizda likvidlik garov mulki bo'lsa, bizlar tezkor mikraqarz bilan turon qulay kredit mahsulotlari bor, o'shalar taklif etamiz. Xohlasangiz so'mda, xohlasangiz milliy valyutada, dollarda, AQSh dollarida kredit mablag'lari ajratiladi. AQSh dollarida 15%, milliy valyutada 28% har qanday mahsulotlar uchun 3 yilga 3 oy imtiyozlari bilan ajratiladi. Bunda asos maqsad yangi tadbirkorning faoliyatini kengaytirish, xizmatlar sohasini rivojlantirish, xizmat ko'rsatish uchun ko'rsatilgan.